Endi chiqindini belgilanmagan joyga tashlaganlar jarimaga tortiladi. Tez tibbiy yordam xodimlari bemorni ko'chada tashlab ketdi. Bosh konsulxona yo'lovchilarni firibgarlardan ogohlantirdi. Assalomu alaykum. Haftaning eng muhim va dolzarb yangiliklari Rost24 dayjestida. Endi chiqindini belgilanmagan joyga tashlaganlar jarimaga tortiladi. Toshkentda chiqindini tartibsiz tashlagan fuqarolarga qarshi reydlar boshlandi. Bunga ko'ra chiqindini belgilanmagan joyga tashlagan oddiy fuqarolar 375 ming so'mdan 1 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Mansabdor shaxslar esa 3 million 700 ming so'mdan 7,5 million so'mgacha jarima to'laydi. Agar qoida buzilishi qayta takrorlansa, jarima 5 baravardan 50 baravargacha oshadi. Tez tibbiy yordam xodimlari bemorni ko'chada tashlab ketdi. Toshkentda tez tibbiy yordam xodimlari tomonidan bemor ko'chada tashlab ketilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u 4 soat davomida bir nechta tibbiyot muassasalariga olib borilgan, ammo shifoxonalarning birontasi uni qabul qilmagan. Oxir-oqibat bemor ko'p qavatli uy yo'lagida tashlab ketilgan. Tibbiyot muassasasi xodimlari bemorni qabul qilmaslikning sababi sifatida uning doimiy yashash joyi yo'qligi va agar davolangan taqdirda ham u baribir o'lishini ta'kidlashgan. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Insonning ijtimoiy sharoiti va turmush darajasi unga tibbiy yordam ko'rsatmaslikka asos bo'la oladimi? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 48-moddasiga ko'ra, har bir fuqaro sog'lig'ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. Konstitutsiya barcha fuqarolarga tibbiy yordam olish huquqini kafolatlaydi. Bu esa uning ijtimoiy holati yoki yashash sharoitlariga qarab cheklanmasligi kerak. Shunday qilib, uysiz yoki qarovsiz bo'lish odamni tibbiy yordamdan mahrum etishning asosiy sababi bo'la olmaydi. Agar tibbiyot muassasalari bemorni faqat uyi yo'qligi uchun qabul qilmagan bo'lsa, bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va inson huquqlarining buzilishi emasmi? Bunday vaziyatlarda mas'ul organlar tomonidan tegishli choralar ko'rilishi kerak aslida. Axir gap inson hayoti, uning qadrsizlanishi haqida ketyapti. Respublika tez tibbiy yordam markazi ma'lumotlariga ko'ra, 1953-yilda tug'ilgan, uyi va aniq yashash manzili yo'q fuqaro 6-mart kuni 4 marta tez yordamga chaqiruv qilgan. Har gal bemor tibbiy muassasaga olib borilgan, ammo yashash manzili yo'qligi sabab qabul qilinmagan. Hozirda bemor Respublika onkologiya va radiologiya markazining Toshkent filialida davolanmoqda, deyiladi xabarda. Aslida biz rasmiylardan voqealar rivoji emas, tibbiyot muassasalari nima sababdan bemorning ahvoli yomonligiga qaramay 4 soat davomida u yoqdan bu yoqqa sudrashgani haqida munosabat kutgan edik. Bosh konsulxona fuqarolarni firibgarlardan ogohlantirdi. Turkiya va O'zbekiston orasidagi aviaqatnovlar davomida ayrim shaxslar aeroportlarda o'z yuklarini O'zbekistonga yetkazib berishni iltimos qilishlari mumkin. Ular turli bahonalar bilan shaxsni ishontirishga harakat qiladi. Bosh konsulxona bunday va'dalarga ishonmaslikni va begona yukni hech qachon qabul qilmaslikni so'radi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda bir nechta fuqarolar aynan shunday vaziyatlarga duch kelgan va noqonuniy mahsulotlar, jumladan narkotik moddalar va soxta hujjatlarni olib o'tayotgan paytda hibsga olingan. Buxoroda prokuror yordamchisi 2,5 ming dollar pora bilan ushlandi. Buxoro viloyati Jondor tumanida prokurorning katta yordamchisi fermer xo'jaligi rahbaridan sud hukmini o'zgartirmaslik evaziga 3 ming dollar pul talab qildi. U dastlab 500 dollar olgan, qolgan 2,5 ming dollarni Buxoro shahrida olayotganda Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari tomonidan qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, fermer xo'jaligi rahbariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrada yo'li bilan talon-toroj qilish bo'yicha ish qo'zg'atilgan va sud unga axloq tuzatish jazosi tayinlagan. Vaziyatdan foydalangan prokuror yordamchisi sudya orqali hukmni o'zgartirmaslikni va'da qilib pul talab qilgan. Hozirda holat yuzasidan firibgarlik bo'yicha ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Navoiyda portlash sodir bo'ldi. Joriy yilning 11-mart kuni Navoiy viloyatida joylashgan Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatida gaz va havo aralashmasi chaqnashi sodir bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa Navoiy shahri Navoiy ko'chasida joylashgan Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyatining 25-sexa laboratoriyasida yuzaga kelgan. Hodisa oqibatida bir kishi halok bo'lgan, 11 nafar fuqaro esa turli xil tan jarohati olgan. Hozirda jabrlanganlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Shuningdek, tergovga qadar surishtiruv ishlari davom etayotgani ma'lum qilingan. Toshkentda tramvay tizimi qayta tiklanishi mumkin. Toshkentda 1912-yildan 2016-yilgacha faoliyat yuritib kelgan tramvay tizimi qayta tiklanishi mumkin. Fransiya Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan hujjatlarni imzolash marosimida bu borada yo'l xaritasi qabul qilindi. Ma'lumki, tramvay harakati 2016-yilda
eskirgan infratuzilma, transport harakatining sekinligi va yo'llarda tirbandlikka sabab bo'lishi tufayli bekor qilingan edi. Bu qarordan keyin ham poytaxt ko'chalarida avtomobil soni keskin ortib, tirbandliklar yanada jiddiy muammoga aylandi. Biroq tramvay yo'llarini qayta qurish vaqtinchalik noqulayliklar tug'dirishi, tor ko'chalarni yanada qisqartirishi va yangi tirbandliklarga sabab bo'lishi mumkin. Hafta davomida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.